oq ko'ngil, vahshiy inson haqida eshitganmisizlar? Kecha mana akam ushlab, ana joyda dam olib kelyapsan. Kavkazda ham dam olmasang bo'lmaydi mana ikkosi. Mana kech qolib ketishimizga sabab mana shular. Sindirib yuboraman uka. Mashinaga vahshiy menga qizig'i yo'q. Asabim Afg'oniston bilan Chechenda kollaboratsiya qilingan varianti. Mehmon bo'lasan ketasan deb kecha gastinisaga mana olib kirishib, ikkosi. Mehmon qilib, mana bu tabiatga olib kelib, majbur shashlik, pashlik hamma yo'qni o'zi qilib, restoranga kirsak ham bo'lardi. Lekin restorandan ko'ra mana manzaraga necha aka. Xursand bo'ldim, hali addushi. Gap yo'q aka, rahmat. Men Bobur aka degan aka telefon qilganiga, birov o'zi kuzatmagan mana hech qanaqa manfaat yo'q-da, hali ko'pchilik foyda yo'q demangda, addushi hali o'zbek bo'lganim uchun chaqirib, hurmat qilib mahinchalik aka. Xudo xolasa sayohatda bitta eng zo'r tomoni yangi tanish, yangi aka-uka shunaqa orttiramiz-ku. Lekin gap so'z yo'q, manzaraga, vahshiy gap yo'q. Oddiy sodda maza qilib aka o'tiribmiz. Eski tanishlar zo'r, lekin eski tanishlarga gap so'z bo'lishi mumkin emas. Lekin yangi tanish ham xudo xolasa o'zingizni hayot davomingizda kerak bo'ladi. Aka xursand bo'ldim. Rahmat aka. Xo'p, bo'lmasam aka biz ketdik. Bizga bitta duo qilib beringlar. Ha? Qor aka. Akajonim, safarlaringizga qadar bo'lsin, yaxshi yerga borib, Alloh yomonlasi bilan yaxshi borib kelishni. Alloh. Aka, rozi bo'lasiz. Xudo xolasa. Mali yaxshi bo'linglar, Ko'rishaylik. Akam? Duo qilaring. Xudo xolasa. Yaxshilik ko'rishaylik. Biz ketdik.